Oxirgi paytda vahma vasvas kasalligi ko'payyapti. Bu kasalliklarda ham neyropatologlarimiz kuchli dorilarni yozishadi. Ular ham qo'ldan kelgancha harakat qilishadi bemorni tuzalishi uchun. Lekin o dorilarni ichganda bemor doimiy uyquda bo'ladi. Uyg'ongandan keyin yana o'sha vahma vasvasi kelgan paytda yana o'sha dori ichiladi. O'sha paytda xuddali birov urib tashlaganday bo'lib deydi, uyg'onaman deb gapirishadi. Bu javob hammada bir xil kechadi, chunki dori ham o'zi bir xil ketadi. Endi uni og'ir yengiliga qarab yozib borishadi albatta. Mana shu vahma kasali, vasvas kasaliga yo'liqqan bemorlarimizga biz ancha yildan beri mana bu mahsulotimizdan foydalanib kelamiz. Bu mahsulotimiz o'sha vahma vasvas kasalligini, qo'rquv, stress, asabiylik, yurakni gub-gub urib ketishi, besabab bosh og'riqlari, uyqusizlik, mana shunday kasalliklarga shifo bo'luvchi mahsulot. Bu mahsulotimiz birinchi, ikkinchi darajalik bo'lgan bemorlarimizga biz beramiz. 3-4 darajali vahma vasvas kasalligiga yo'liqqan bemorlarimiz bor. Ular umuman toqat qilisha olmaydi. Bir qarasang yaxshi, bir qarasang yashashni xohlamaydi, hech narsa xohlamay qoladi. Qandaydir bir muddatda bunday bo'lib almashib turadi bularning holatlari. Bir qarasangiz hech narsa bo'lmaganday yaxshi bo'lib qolishadi. Yana o'z-o'zidan hech kim xafa qilmasa ham, hech qanaqangi bir stress bo'lmasa ham o'zini yana eski vahma vasvas kasaliga tushib qoladi. Bunday bemorlar 3-4 darajali bemorlarimizga biz mana bu mahsulotimiz bilan birgalikda mana bu mahsulotimizni ham beramiz. 3 yoshdan 10 yoshgacha hamda 10 yoshdan katta bo'lgan bemorlarga mo'ljallangan. Nima uchun 3 yoshdan? Sababi giperaktivni bolalar ham bor. Besabab harakat qilib, g'alati tutib o'zini shunaqa bolalar ham bor. O'sha bolalarga ham biz beramiz mumkin va 10 yoshdan katta bo'lgan bemorlar uchun chiqarilgan. Bu esa o'zi kattalar uchun. Damlama ko'rinishida bu kuniga ertalab 2 choy qoshig'ini 700 grammli bankaga 2 soatga damlab o'rab qo'yib, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda yarim pila, 1 piladan ichib boriladi. Mana bu mahsulotimiz. Bolachalarga esa o'zini yoshiga qarab hammasi yozilgan. Kuniga 200 gram, 300 gram, 400 grammgacha ichishi mumkin. Endi shu bilan birgalikda mana bu mahsulotimiz bor. Bir kunda bir mahal kechqurun 8-9 larda bitta choy qoshig'ini to'ldirmasdan kapotib ustidan iliq suv ichiladi. Bunga 2 osh qoshig'ida shakar yoki bo'lmasam 2 palchkali novatni kofemolkada un qilib maydalab, shuni hammasiga qo'shib bitta bankaga solib olib qo'yiladi. Ana o'sha bilan bu effekti yaxshi bo'ladi. Mana bu mahsulotimizni ozgina, ko'p emas, ozgina qon bosim tushirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun qon bosimi norma yoki qon bosimi har zamonda tushib yuradigan bemorlarimizga novat solib ichish, damlash tavsiya etiladi. Muddati 3 oydan bemorning holatiga